Assalomu alaykum vatandoshlar. Manaki biz bugun sizlarga men zang kasalligi to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Vatandoshlar, zang kasalligi bu har bir pomidorda bo'ladigan narsa. Zang kasalligi qachon bo'ladi? Zang kasalligi qachonki mana bu sug'orish vaqtida namlik o'ta oshib ketsa, tepadan issig'i ko'payib ketsa, unda zang kasalligi albatta bo'lishi tabiiy. Shuning uchun layqani hozir temperaturamiz va O'zbekiston iqlimidagi temperaturamiz sal ko'tarilib ketganligi sababli albatta tepasiga layqani ko'paytiring. Suvni me'yoridan oshirmang. Agar suvni me'yoridan oshirsangiz, 2 kunning ichida pomidoringizda zang kasalligi paydo bo'ladi. Agar zang kasalligi boshlansa, uni to'xtatish juda qiyin. Shuning uchun pomidorlaringizni birdaniga nobud qila boshlaydi. Shuning uchun uni oldini olish eng yaxshi varianti layqani ko'paytiring, suvni kamaytiring. Shunda siz pomidorlaringizni o'sha holida saqlab qolasiz. Albatta bu jarayonlarni kuzatib boring, biz bilan birga bo'ling. Sog' bo'linglar.